salondagi barliq azizlar, bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganimiz duxovka samsa qilish usuli. Buni aytdim, ta'mlik chiqadigan bir xil samsa qilish usuli. Buning xemiri uchun ketilgan materiallar, men shu piyolada seri va bek döv emas 3 piyola un tayyorladim. Buning uchun bir bal qo'shib atrofida xemir turish, bir tomoq qo'shqi shakar, xonimlar. Muvofiq miqdordagi sut, ya'ni ilmon, bakmi qiziq bo'lib ketmasin. Bu sutdan ozroq ma'non quyib, buni elashtirib olamiz, xonim qizlar. Birinchi qadamda qiladigan qadam bosqichlarimiz shu. Xemir turishni ko'p ishni saqlab bo'ladi. Xanım qızlar, muvafiq miqdordagi ilmon sutimizga boyagi xemir turish bilan shakarni aralashtirib oldik. Shakarni ergicha aralashtirib, buni 5-10 minut qo'yib qo'ysak bo'ldi. Andan keyin mush aralashmamizni unga quyib, bir chimdim atrofga tuz tashlab etib, mush sutni aralashtirish orqali bo'sharoq lag'manning xemirdek xemir yig'ib olamiz. Undan başqa xanımlar buniki qiymisi uchun ketilgan materiallar muvafiq miqdorda mayliroq go'shtimiz xanımlar buniki qiymisi sal sho'rpiliq chiqish kerak. Undan keyin bir bosh piyozni chiqroq silishni yaxshi ko'rsanglar, ikki bosh salsanglar bo'ldi. Bir tal sho'xlar, ya'ni pomidor, bir tal ko'k mocha. Undan boshqa bir bal qo'shib atrofida qarimoch, bir bal qo'shib zira, muvafiq tuz. Bularni ushshoq to'g'rab qiyma qilib ishlarni aralashtirib, buning qiymasini tangishib olsak bo'ldi. Xanım qızlar xemirini jug'urib olaylar. Mana bir chindim tuz soldim. Buning pek chiq tuz silinmaydi xanımlar. Andan boya eritib olgan xemir turchimizni quydim. Andan keyin yana shunga oz-ozgina, shuni hamiz ketamdi ketmaydi bilmaymiz. Muvofiq bo'shliqda buni xemir jug'urib olsak bo'ldi. Xemir jug'urib bo'lgan oldin ko'raylik. Xanım qızlar mana xemirimizning ching bo'shlig'i shundaroq xeyli bo'sh xemirdek bo'ladi. Bo'sh lag'manning xemirdek bo'ladi. Muvofiq miqdordagi quyruq mayni olamiz. Quyruq mayni yaxshi ko'rmaydigan xonimlar seriq mayni eritib, seriq may olsanglarmi bo'ladi, juma. Mush xemirni suvli qilib yoygan oltin ko'staya. Mana xanım qızlar xemirimizni o'xshash 4 parcha suvliga ayirdim. Endi mush xemirimizni bir 10 minut tindirib qo'yib, har bir parchasini ya'ni biz ochimana ichib boyagi quyruq mayni orasiga yigizib, turmal yo'gandek yo'gaymiz xonimlar. Shu bosqichni ko'raylik. Mana xanım qızlar, mush xemirimizni mana shundan nipizlikda ma ko'rdingizmi? Baklavaning xemirdek mushdan yo'yimiz. Arasiga mayni surimiz xonimlar. Mush shaklda jitilib ketadi, hech qisi yo'q. Yo'gash jarayonida u jutuqlar etiladi xonimlar. Mana shunday qisqa berib, buni endi mush oldimizdan tortib, mush nipiz yerdan tortib, mana nipizlikni ko'rdingizmi? Mana qo'lam ko'rinyapti-da. Endi turib mangamiz-chimi? Mana shunday qisqa qilib turib, yutazini turgandek turib mangamiz qizlar. Mana bir qo'lim bo'g'ashqidek epsiz bo'lib qoldi mana. Bu shaklda masalan, oldingi qitimlardagi darsliklarda yilqi son piyoz qatlamlarini o'rgatganda shunday nipizlikni yeyib o'rgatgan. Mana shunday tatib turib, qilib bo'lgan oldin ko'raylar. Xanım qizlar, mana abayqidek turib bo'lgandan keyin buni qarama-qarshi yo'linish bo'yicha xuddi maqorni yo'ygandekchi mana shaklda ma'qulimizdan matrabga, ma'qulimizdan matrabga qilib oldik. Endi buni bundan da kessanglar bo'ldi yoki yutazini ichki qo'l oldimda to'lg'ab turib uzib olamiz, zulni a shaklda uzib olamiz xonimlar. Bir qo'l mashg'ulot qilganim uchun ko'rsatmadim, sizlar ustib ketdinglar uningga. Shuning bo'yicha har bir zulni muvofiq buliqmantining zulisini cho'nligida uzib olsak bo'ldi. Mana xanım qızlar xemirlarimizni üzüb mana shu yutazga üzgandek üzüb tayyor qilib oldik. Buni yana 10 minut tinida tingandan keyin lam besitib lam oldi kaynimda o'rib besitib cho'rsinda da nipizildan qiymasa tutsak bo'ldi. Buni unda pozlarda ichish ketmaydi xonimlar. Bu orliqda bu tinilchilikda biz qiymimizni yechib olaylar. Bu qiymimizga xonimlar men tunishtirgan shu tuz, zira, qarmoch, mush materiallarni silib nechib tayyor qilib olamiz. Tuz tetimsa, dardarmaklar tetimsa, yana sasanlar bo'ldi juma. Solamiz qizlar. Xanım qızlar, mana qiymimizni muvofiq silib oldik. Endi men ichki uchini ham bir qo'lamni ko'rsatadigan bo'lib qoldim. Mana petermanti dökgandek mana yig'ib ekilsizlar. Mana men mayli xemir bo'lg'achqa buni yig'ilib qilsa tez tushirsa, avaylab buni xemir jitilib ketib qolmasin. Endi men bu jikini miyaga ekilib juplaymiz. Bunda juplab, mayanimi bunda juplab mangamiz. Mana miyanimi bunda jupladik. Fikrak chinda yutaylar, xonimlar. Bo'lmasa duxovka kirgandan keyin bu pishish jarayonida ichki qiymisining maylar eqib pajildab adan sal yarim qilib qo'ydim mana. Endi buni tak o'rimiz xonimlar. Mana paxpax shakldagi samsa. Buni shu odatda buloqman tukkandek tuyib bo'lib dim qilib qilsanglar bo'ldi xonimlar. Shunday qilib lisimizga hammasini raslab tizib olamiz. Mana xonimlar, masamchalarimizni lisqam shunday raslab tayyor qilib oldik. Endi men bir tal tuxumning oq seriqini obdan aralashtiramiz. Toz yaxshi aralash kerak xonimlar. Obdan aralashtirib, tekshim cho'tkimiz bilan surib chiqamiz. Surib bo'lgandan keyin ustiga men oq qora kunjutni aralashtirib qo'ydim. Mayli oqlam kunjut bo'lsin bo'ldi yoki qora kunjutdan bo'lsin bo'ldi. Yoki men o'sha ikkisini aralashtirib qilsanglar bo'ldi xonimlar. Andan keyin ustiga sepib olsak bo'ldi. Duxovkamiz cho'qim oldin qizig'ish turdi. Duxovkaning gradusini men 180 ga tanglab qo'ydim. 25 minutdan 30 minutgacha atrofida sindirib pishirib olamiz. Mana xanım qızlar, tuxumning oq serig'ini aralashtirib surib, andan keyin oq qora kunjutni sepib qo'ydim qizlar. Buni pishib chiqqan oltin ko'raylik. Agar bekrak qizg'ish pishirmay desanglar, mush tuxumning oq serig'ini sursanglar bo'ldi, juma.